Uyda kimdir bor. 3-qism. Opamni hayotda bo'lgan narsa menda ham takrorlanishidan juda ham qo'rqdim. Hamma joylarni tozalab, yig'ishtirib, kir moshinaga kir solib qo'ydim. Xonaga kirib, uxlamaslikka harakat qildim, lekin ko'zim salgina ilingan ekan, shovqindan uyg'onib ketdim. Shkafning ichida nimadir bor edi. O'z-o'zidan kiyimlarim to'kilib ketdi. Juda ham g'alati bo'lib ketdim. Lekin hamma kuchimni yig'dimda shkafni ochishga qaror qildim. Sekin borib, bismillah deb shkafni eshigini sekin o'zimga tortdim. Ochib qarasam, shkafning ichida hech narsa yo'q, faqatgina sochilgan kiyimlarim, vishelkalar yotardi. Bo'lgan voqeani opamga aytmaslikka qaror qildim. Sababi opam o'zi bu uydan chiqib ketaylik, men qo'rqyapman deb juda ham ko'p marta aytdi. Chiqib keta olmaslik, chunki bu uyning kvartirasi juda ham arzon, ham ishxonamizga yaqin, uyda egasi ham yaxshi edi. Opam ko'chadan xomush kirib keldi. Nima bo'ldi deb so'rasam, yigitini uylanmaslikni to'yda bekor qilayotganini aytdi. Xullas, bizni shu uyda juda ham ishlarimiz orqaga ketdi, topayotgan pullarimiz ham bebaraka bo'ldi. Opam ishdan chiqib ketdi, men ham o'z-o'zimdan ishdan chiqib ketdim. Xullas, bizda hamma narsa teskari bo'lib ketdi. Shu uyga bergani kvartira pulimiz ham qolmadi. Shu uydan chiqib ketganimizdan keyin bizda hammasi yaxshilandi. Ishlarimiz joy-joyiga tushib ketdi. Shu uyda nima borligi hali ham men va opamga sir bo'lib qoldi, deb yozibdilar bir podpисчик qizimiz.